Bizlar bemorimizda salkam bir oy avval yuzlarida kompleks обморожение o'tkazib berganmiz. Ya'ni yuz bo'yin podдержкасы, platisma plastika, yuqori qovoqlarga blefaroplastika va nasosirozkalarga lipofilling qilganmiz. Endi rezultatni yaqinroqdan ko'ramiz. Xo'p, mana sizlar yuzlarni ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli bo'lib tortilgan. Qovoqlarimizdan chuqur-chuqur skladkalar formulyatsiya qilib berganmiz. Xo'p, bo'yinlarimizda tarang bo'lgan. Yonboshtiramiz opajon. Mana bo'yin ugullarini qaranglar, juda ham chiroyli bo'lib chiqqan bo'yin ugullari. Chanda qizlarimiz уже bilimga ketadi. Bu kun uchun bu normal holat. Hali qizarishlari bor, hali bo'yindagi bitta mana ko'taramiz. Mana ugullarga alohida e'tibor beramiz azizlar. Bu tarafga turamiz opajon. Qani bo'yin deganmiz, ko'taramiz. Вообще klass. O'zga yoqdim rezultat. Nima deyishdi yaqinlar ko'rib? O'zgarsan, boshqa odam bo'lsan deyishdi. Boshqa xursand bo'ldingizmi axir rezultatdan? Xursand. Tavsiya qilasizmi operatsiya qildirmoqchi bo'lganlarga? Da, qilaman, tavsiya. Xo'p. Azizlar, bemorimiz fikrini eshitdinglar. Kommentariyada necha yoshga yosharganini aytib ketinglar. Albatta, rasmini ham qo'yamiz.